Aka, Farg'ona filialimiz haqida fikringiz qanaqa? Mana aksiyaga ham qatnashibsizlar. Bizga Farg'ona filiallari juda yoqdi. Mahsulotlar biz xohlagandek, misol men usta bo'lsam, bu yer zakazchi klientimiz, shu klient xohlagan narsalarni biz chiqarib berishimiz kerak. Domstroyda bizga xohlagan kачестводagi mahsulotlar bor. Bizga juda ham yoqdi. Narsalar xarid qildik, kupon berishdi. Omadli xaridor va omadli usta aksiyasiga qatnashdingiz. Qatnashdik. Bu yoqqa xudo xolasa kutyapmiz. Qala sovg'a chiqishini kutyapsiz endi. Xudo nasib yana bergan. Damas bo'lsa ham bo'laveradi. Damas bo'lsa yana yaxshi. Necha million xarid qilganlaringga nechta kupon berishdi? 9 millionlik xonadondan xarid qildik. 3 tadan har bir 3 millionga bittadan ekan. Demak, 3 ta uyda egalariga, 3 ta ustaga kupon berildi. Men ustaman, menga 3 ta berishdi, uyda egasiga ham 3 ta berishdi. Aka, siz fikringiz qanaqa? Domstroy kompaniyasi bo'yicha mana Farg'onadagi filialimizga kelib mahsulotlar xarid qilyapsiz ekan. Biz endi Domstroyda shu reklamalarni ko'rdik, mahsulotlar yaxshi ekan. Narxlari ham unaqa ja qimmat bas. Yaxshi, bizga ma'qul. Men o'zim Quvadanman. Quvadan Farg'onaga kelib, mana Farg'ondan shu kvartiramiz boshlagandan beri chetdan olyapmiz mahsulotni. Xudo xolasa yaxshi. Aksiyaga ham qatnashyapsiz. Aksiyada qana sovg'a chiqishini xohlardingiz? Damas olamiz. Damas, xudo xolasa. Damasda olib mana shu Domstroyda yuk topib ketaveramiz kelib. Siz uyda egasi ekansiz, narx-navolar qanday aka Farg'ona filialimiz? Orttiryapti. Yaxshi narx-navolar. Yaxshimi aka? Yaxshi, boshqa magazinlarda misol solishtiryapmiz. Jabr 50 kelli bo'lmasa ham ancha arzon. Hammani shu kelib shu mahsulotlardan olishini tavsiya beramiz. Sifati bo'yicha qanaqa? Sifat o'ta a'lo. Aka, xudo xolasa sizni yana filiallarimizni kutib qolamiz sizlarni. Xudo xolasa sog' bo'linglar aka, rahmat sizlarga. Aka, ozgina bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasizlar. Sovg'a Domstroy kompaniyasidan istalik.